Burun qachon yerga tegadi? Yer burun ham yerga tegadimi? Yerga yotganda tegsa kerak. Yo'q. Topamadingizmi? Yo'q. Topamadingiz. Namoz o'qiganda, sajda qilganda o'shanda burun tegadi. Kim o'rgatdi sizga buni? Voyjonim, dadajonim, otajonim, voyjonim. Yana savollaringiz bormi? Qanaqa? Qur'onning ikkinchi oti nima? Furqon. Laqabi-chi? Qur'onning laqabi bo'lmaydi. Bo'ladi? Yo'q. Ayting. Majid. Nechinchi yilda yozilgan? Buni ham bilmayman. 611 topamadingiz. Qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qaysi oyda yozilgan? Bilmadim. Ramazon oyida topamadingiz.